Mana shu hozirgi aytadigan qo'shig'imiz bir ukamiz iltimosi bilan, talabi bilan bir aytyapmiz o'sha qo'shiqni. Aka dedi, yaqinda bir qizga sovchi yubordim dedi. Ota-onasi berishmadi dedi-da. O'shaning uchun qo'ldan kelganicha aka bitta yaxshi video qilib bering dedi. Chin yurakdan ukam, nasib bo'lsa, ota-onasi berishmagan bo'lsa senga, Xudo xolasa, baribir peshonangga yozgani chiqadi ukam. Xafa bo'lib yurmagin unaqa. Videoni ko'rib turgan bo'lsang, albatta faqat sen uchun. Ostonadan qaytgan sovchilar, mening ismim aytgan sovchilar, mendan uzr, sevgimdan uzr. Ostonadan qaytgan sovchilar, biri onam, birlari xolam, ko'zlariga tor bo'lib olam, nahot shuncha baxtsiz deb bolam. Ostonadan qaytgan sovchilar, nahot shuncha baxtsiz deb bolam. Ostonadan qaytgan sovchilar. Kam baxtli bo'lgan, Xudo xolasa o'z baxtingni topasan baribir.